Shamollarga borib aytgan, sayr etishini qo'ysin, beodoblik qilmasin, Rasululloh keladi. Daryolarga ham aytgan, mavjurishini qo'ysin, oldida soqov tursin, Rasululloh keladi. Moliklarga borib aytgan. Ot yilida tug'ilganlarning 4 ta sirli xislati. Siz ot yilida tug'ilganmisiz? Unda tayyor turing. Hozir o'zingiz haqingizda hayratlanarli faktlarni bilib olasiz. Birinchi fakt to'xtovsiz energiya. Birinchi navbatda bu insonlar haqiqiy enerjayner. Agar atrofingizda hamma charchab, uxlab qolganda ham kimdir ishini davom ettirayotgan bo'lsa, bilingki, u ot yilida tug'ilgan. Ular charchoq nimaligini bilishmaydi. Ikkinchi fakt erkinlik qushi. Ularni qafasga solib bo'lmaydi. Otlar erkinlik ramzi. Buyruq berganingizni sezishsa darrov dup-dup. Uylaning. Sani toming ketganmi? Miya zamikani bo'lib qolganmi? Hop, ket. Ketmayman. Tushundingizmi? Ketmayman. Agar yo'q desangiz, telefoningizni qaytarib bermayman. Telefon kerak emas bunga. Voy, iPhone-chi. Senga sadaqa emasman. Gadoymanmi? Красавица, давно я хочу с тобой познакомиться, влюбился. إلا رب العالمين كبروا الله أكبر لا تهابوا الحاقدين Ko'kda to'lgan to'lin oy, yerga nurin sochyapti. Qizga Sağa degen suyumuş bet bol ömürde, sağınычым sağa artap günden günge. Sanalarga saldım meni, ar taraptan izdeyim seni. Asıl keçim aşık bolgon bir özüne, ay bir özüne. Dayus kim? O'ziga qarashli ahli ayollarni begona erkaklardan qizg'anmagan kishi. Jannat eshigi yozib qo'yilgan degan. Shunda bir asarlarda keladi. Innaka haromun ala duyus. Jannat eshigi yozib qo'yilgan. Sen dayuslarga haromsan. Dayus degani albatta chiqib qo'shib berayotgan odam emas. Makiyajni qilib, manikyur, pedikyurni qilib, atirlarda chiroyli sepib, taq oyog'ini urib, avratlarni ochadigan kiyimni kiyib chiqib ketayotgan paytda ko'rib indamayotgan ota dayus.